Haqiqiy xotirlar programmamizni ko'rishinglarni qarshi olamiz. Men riyosatchi Qayyum Muhammad. Uzunluğu 1321 kilometr keladigan Tarim daryosi Jungodagi eng uzun ikki daryo bo'lish sifati bilan ikki qirg'oqdagi har millat ommasiga hayotlik baxsh etdi. Daryoning o'rkashlab eqishiga ergishib Aqsu daryosi, Xotan daryosi, Zarafshan daryosi bir-biriga qo'shilib Tarim daryosiga quyiladi. Tarim daryosi qirg'idagi to'g'roqliq, dalakashlar doim bordigan joy. Ular mushu yillarda Tarim daryosi suyining ulg'iyishi va tortilishini ko'rib turdi. Bu yer Tarim daryosining danglik 3 daryo kesishish eg'izi. Qaraqurum tog' tizmasidan boshlangan Zarafshan daryosi 1179 kilometr oqqandan keyin o'xshashla Qaraqurum teg'idan boshlangan Xotan daryosi va Tangri teg'idan boshlangan Aqsu daryosi bilan bu yerda uchrashib, Tarim daryosining g'o'r liniyasini shakllantirib, O'tir iqlim rayonida janub-shimol kengligi 100 kilometrdan oshadigan tinni tuzlanglik hosil qilgan. Doktor Li Jijun asosliqi to'g'roq bilan qapoq to'g'roqni tadqiq qiladi. Tarim daryosi vodisida dunyodagi eng ibtidoiy, eng cho'ng tabiiy to'g'roqlik bor. Qahramon daraxt deb ataladigan to'g'roq Tarim daryosi vodisidagi asosliq daraxtsimon yepinchi o'simlik. Uning mavjud bo'lib turishi bu rayonning ekologiya taqdirini belgilaydi. Ilgari yerni ko'p terish uchun ko'plagan to'g'roqlar o'ylashilmayli kesib o'tilgan edi. Buning bilan qarg'ularcha bo'zgar echib, suv boyligini ig'ir darajada isrof qilish va buzg'unchilikka uchratishdek ig'ir oqibat kelib chiqdi. Hozir terilg'u yerlarni o'rmonga qaytarish va Tarim daryosini tuzash qatorliq siyosat tadbirlar yo'lga qo'yilib, buzg'unchilikka uchragan muhit paydan-pay asliga kelib, yurt makon qayta qurilyotdi. 10 yillik tadqiqot orqali doktor Li Jijun nurg'un sonliq ma'lumotlarni to'pladi. Uning atratining Tarim o'ymonliqidagi to'g'roqlikni tekshirish natijasi butun dunyoning to'g'roqlikni tadqiq qilishdagi foydalanish materialiga aylandi. Navbatda doktor Li Jijun to'g'roqning qurg'oqchilikqa, tuz, sho'rg'a chidamliq bo'lishdagi sirrini tepib, uni yezigilik ishlab chiqarishiga ishlatmoqchi. To'g'roqning bu afzalligi tuz sho'rg'a chidamliq geni yoki qurg'oqchilikqa chidamliqligini boshqa yezigilik ziroatlarga yo'tkagili bo'lsa, bu dehqonchilik ziroatlari, ya'ni biz nihoyat ehtiyojli bo'lgan iqtisodiy ziroatlar mushu xil qurg'oqchilikqa taqobil turish, sho'rg'a chidamliq bo'lish alohidaligiga ega bo'ladi. Andan Shinjongdagi mushundaq tuproq tabiiy sharoitdami yuqori hosil olg'ili bo'ladi, sifatni o'stirgili bo'ladi. Bu bizning oxirgi nishonimiz. U 1958-yilda qurilgan. Asli ismi Tarim Bo'zyer O'zlashtirish universiteti. Aslida davlatning muavin raisi general Wang Jinning tashabbusi va g'amxo'rligida qurilgan. Afzal sharoitga ega jo'grafiyalik o'rni bu maktabning o'qitish amaliyotini mo'l tuproq bilan ta'minladi. Bu maktab yetishtirgan kasbiy ixtisosliklar ishlab chiqarish oldingi sepiga kelgandan keyin tezla Tarimni ichish, qurish tayanchlarga aylandi. Tarim universiteti turishliq shahar Aral deb ataladi. U uch daryo tutashgan o'ringa eng yaqin shahar. Shundaqla Tarim daryosi oqadigan yangi shahar. Shahar bo'lib qurilganiga 10 yil bo'lmagan bo'lsa-mu, ammo bu yerdagi bo'zgar o'zlashtirish qurilishi oldingi asrning 50-yillarida boshlangan. Bundaq joyda ziroat o'stirishdan qandaq eg'iz ochqili bo'lsin, tuproqni suyiga qandirish uchun cho'ng kichik bo'lib 30 necha qidim uda 60-70 kun sug'irsa-mu, yanada qonmaydi. Aral bo'zyer o'zlashtirish xotira sarayida bo'zyer etish tarixi va aslimasi saqlangan. Shundaqla yana bizning ilmiy fan texnikani qadamma-qadam ishlab chiqarish kuchlariga aylantirib, paydan-pay umumyuzlik imkoniyatli sijil taraqqiyot yo'liga menish jarayonimiz xotirlangan. Harbiy qismlar an'anasi Aralning yezigilik ishlab chiqarishini bir tutash moslashgan alohidalikka ega qildi. Davlatning yangi siyosati va yangi texnikasi dal vaqtida joyida amaliylashdi. Hozir bu yerdagi kevezliklarning hammasi temitib sug'uriladi. Terishdan tortib paxta terishgacha butunlay mashinalashdi. Suv, energiya tejash, muhit asrash uqumi barliq ishlab chiqarish faoliyatiga singdi. Ilmiy tarixchilik qilib unumga ahamiyat berishdek ishlab chiqarish uqumining yetakchiligidagi ishlab chiqarish shakli dehqonchilik maydonidagi ishchi xizmatchilarning kirimini oshirdi. Yue Guoxin eng baldur dodillik bilan bog' o'rmonchilikni rivojlantirishni sinab ko'rgan ishchi.
u 40 mo chilanliqqa boshdagi 3 yilda to'xtamay mablag' soldi. Kirim bo'lmadi. Bu mezgilda har bir halqada mutaxassislarni taklif qilib yordam so'radi. U paydan-pay chilan texnikasiga pishib, hosilni oshirishning sirini bilib oldi. 3 yil bo'shashmay ajr qilish natijasida xushallanarli natijaga erishdi. Bu yilmi Yuegoshinning chilanlari toza o'xshagan edi. Chilan bilan kevazdan boshqa Yuegoshin yana Aral shahrida 2 do'konini ijara berib, yilda 100 necha million kirim qildi. An'anaviy yezigiligini zo'raytish, kuchaytirish bilan birga yezigilik birinchi shesi 10-tuani sayohat yezi egiligiga kuchidi. Bu 2010-yili million yendan ortiq mablag' selib qurilgan ko'lami 1000 kvadrat metrlik zamonaviy ahli iqtidorli parnik. Janubning mevasini ko'paytib yetishtirish, danglik gul giyohlarni fasallik yetishtirish qatorli xizmatlarga ishlatiladi. Shu yilning o'zida banan, koli behisi qatorliq istiqbolbaq mevalari o'ngishli sinab qilib o'stirildi. Necha 100 turga yetadigan kepinaksimon orxideya. Har xil rangdagi mevalar kunda nurg'un sayohatchini o'ziga jalb qildi. Agar zamonaviy yezigilik va fan texnika yezigiligining siyosat jihatdan yetaklashi va amaliylashishi dehqonchilik maydonlaridagi xizmatchilarning kirimini yilma-yil oshirdi deyilsa, texmi go'zallashayotgan shaharmi bu yerda yashayotgan kishilarni imkoniyatli sijil taraqqiyot elib kelgan ortiqchiliklardan to'liq bahramand qilyotidi deyishga bo'ladi. Bu yezigilik birinchi shesi Nanko dehqonchilik maydonidagi Tayju yangi kenti o'ltiraq rayoni. Bu markaz moliyasi Bingtan va Zhejiang o'lkasi Tayju shahri birlikda mablag' chiqarib solgan kafolatlik turalg'u uy. O'zgacha Jiangnan uslubida selingan binolar. Bir tutash o'rnatilgan quyosh energiyalik suv isitish. Energiya tejab muhit asraydigan yer issiq pompa isitish texnikasi bu yerni yangi davr muhitiga mos kelgan o'lgilik imoratga aylantirgan. Zhang Jingyong Nanko dehqonchilik maydonining ishchisi. U hozir bir tutash sunnatlangan yangi uyga ko'chib kirdi. Yop-yo'riq uy. Qaytadan satlangan oila saymonlari bu o'tir yosh er-xotinning turmushiga yangicha xushalliklarni elib keldi. O'ltiraq rayonda keng balbaq to'rimi bor. Zhang Jingyong kompyuter elib xotini bilan birlikda to'rga chiqishni o'rgandi. Bugun oxiri Sichuanda ishlayotgan qizi bilan paranglashdi. 2 yil ko'rishmagan bir oila kishilari xushallik yoshlarini to'xtata olmay qoldi. Tayju yangi kenti Aral shahrining bir yorqin nuqtasi. Bu hukumatning bozorlashtirishning sog'lom taraqqiyotini ilgari surish, bozorlarning o'ltiraqlashish muhit qurilish saviyasini o'stirish, o'ltiraqlashish sifatini oshirish, aholilarning uyi bo'lish taraqqiyot strategiyasining real natijasi. İlgiri qaqas cho'llikni bog'chalashtirish bizning tabiat bilan kurash qilib, qaqaslikdan jiroqlashib, igilik tiklishimizdagi ulug' qadam bo'lsa, hozir shaharda makonlashish hamda tabiat bilan inoq o'tib birlikda mavjud bo'lish taraqqiyotimizdagi muqarrarlik bo'ldi. Bu hozirgi davrimizning madaniyligi, olg'a besishning muhim belgilarining birisi. Kishilar bu yo'lda tabiatni muvofiq ichib foydalanishning muhim ahamiyatini asta-asta tunib yetdi. Shunda qilgandilar, ondan daryolar uzilib qolmay, keyingilarga baxt yaratqili bo'ladi. Undaqda Tarim daryosi bo'yidagi yangi davr dehqonlari qandoq tirishchanligi va aql farosati bilan baxtli turmush yorityotdi. Shayar nahiyasi Tarim daryosi g'o'l iqinining o'tir qismiga joylashgan bo'lib, mo'l suv boyligi va munbat tuproqqa tayinib, paxta mahsulotida mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turib keldi. Bu yerda yashayotgan kishilarning turmushimi xushallikqa cho'mdi. Bu yer Shayar nahiyasi Tarim yezisining daryodan o'tish eg'izi bo'lib, har kuni necha yuzlagan odam mushu yer orqali daryodan o'tadi. Bir yildagi 10 oyda oz degandimi 80 ming kishi bu kema bilan daryoning ikki qirg'oqi oraliqida qatnaydigan bo'lib, Mamtimin Mahmud bir oila kishilari dal mushu kema bilan kirachilik qiladi. 1998-yili Mamtimin Mahmud Tarim daryosi kechikida o'zi loyihalab yasagan temir kechik kemasi bilan tijoratni boshlagan. Uningdan ilgari bu yerdagi kechik kemasining hammasi Mamtimin shogirdlari bilan yasagan to'g'ri qiyiqlari edi. Yağışçılık ailesinden kelip çıkan Mamtimin Mahmud ilgari yağış körük, yağış qiyiq, aile saymaları yasaşqa tayinib turmuşini qandagan. Bu 30-40 yil ilgirki saf qo'l hunarga tayinib yasalgan aile saymalardan uning ashu yillardagi pishqan mahoratini ko'rib olgan bo'ladi. Ayni yillari o'zining yağışçılık qo'l hunari va ayolining raq tijoratiga tayinibmi Mamtimin Mahmud bir oila kishilarining turmushi yaxshi o'tadi.
Biroq u uzunni ko'zlaydigan, o'zining kuchi va aql farosatiga tayanib yashashni yaxshi ko'radigan emgakchi. Qo'l hunari bilan yasaladigan oila soymallari zamonaviylashdi. Yog'och ko'riklar semontlashdi. Yog'och qo'lboq, avtomobil, mashinalarni daryodan o'tkazish ehtiyojini qondira olmaydigan bo'lib qoldi. Shuning bilan Mamtimin Mahmud o'zi to'mirdan bir kema yasab, daryodan o'tkazish tijoratini davomlashtirmoqchi bo'ldi. 1998 yili u 150 ming yuan pul xarjlab, hozirgi bu kechik kemisini loyihalab yasab chiqdi. Mamtimin Mahmud oilasining kirimi xeyli oshdi. Uning ustiga yer huddiga elib kelasi erg'ashqa turmushi borgan-sari yaxshilanishga boshladi. 14 yil o'tib ketdi. Kechik kemisi ko'mrab ketgan bo'lsa-mu, ammo ko'pchilikning har kuni daryodan o'tishida kam bo'lsa bo'lmaydigan qatnash vositasi edi. Bu kuni daryodagi suv o'rni tezlikda tuvanlab ketgachga kema qirg'oqqa yaqinlasha olmadi. Daryodan o'tuvchilar ilojsiz taqozolik bilan kutishga majbur bo'ldi. Mamtimin Mahmudning ikkinchi bolasi Yasin atdigandala qazish mashinasini haydab, to'pkolab daryo qinini tindirdi. Onun dadasi Mamtimin Mahmudni bu oiladagi kapitan deyishga to'g'ri kelsa, Yasin kemaning rolchisi edi. Bu yil yozda Yasinning qiladigan eng muhim ishi texmi cho'ng yangi kechik kemasi yasash edi. Shirkatda Yasinning Ababahri va Abdikerim ismli ikki inisi kompyuterda Yasin loyihalagan yangi kemani sizib Ababahri oliy maktabni bitirgandan keyin o'z oldiga egilik tiklamoqchi bo'lgan edi. Dadasi Mamtimin Mahmud uningga 50 ming yuan mablag' selib, Shayor nahiya bozorida uy bezashni loyihalash shirkati qurib berdi. Eng kichik inisi to'liq o'tir maktabni yaqindalab bitirgan bo'lib, u bu shirkatga kirdi. Dadasi Mamtimin Mahmud maktabda o'qimagan bo'lsa-mu, ammo u ishchan, tirishchan bo'lishdan iborat turmush pozitsiyasi orqali bolalarga ulgi tiklab berdi. Onun qo'llashi orqasida 5 o'g'ilmi o'z tirishchanligi bilan turmushini texmi ma'nalik o'tkazmoqda. Tirishchanlik bilan boy bo'lish Mamtimin Mahmud bir oila kishilari turmushining kartinasi. Bugungi kunda bu atrofda Mamtimin bir oila kishilarini tonimaydiganlar yo'q deyarlik. Har yili atiyazlik, kuzlik yig'in mazgilida nurg'un yurtdoshlar ularning uyining qazish mashinasi, siyalka, kuraklik elevator qatorliq dehqonchilik mashinalarini ijaraga elib tirikchilik ishlarini qiladi. Onundan boshqa ularning 2 mo terilg'i yeri bor bo'lib, bu oilani haqiqiy tirikchilik cho'ng oilasi deyishga bo'ladi. Hayoti kuchi urg'ib turadigan bu yerga bir oila kishilari amgigi va qon tari bilan texmi ko'p umid urug'larini chashdiq. Yangidan yasalgan kema 70 tonna ig'irlikni ko'tara oladi. Buningga 520 ming yuan mablag' sarf qilingan. Yasinning mo'ljaricha u 2 yildan keyin kema yasashga ketgan chiqimni izlab bo'la oladi ekan. Kapsharchilik texnika salmoqi intayin yuqori ish. Bir kemada kapsharlanadigan nuqta necha mingga yetadi. Har bir nuqta kemaning bexatarligiga munosabatlik bo'ladi. Ahmadjon va uning shogirdlari har kuni 8 soat ishladi. 2 oy ichida ustam har oyda 8-9 ming yuan kirim qila oladi ekan. Shogirdlarmo har oyda 4 ming yuan kirim qila oladi ekan. Hozir turmushda tirishqanlar ajrning mevasini ko'ra oladi. Tarım daryosining Shayor bo'ligining uzunligi 220 kilometrga yetadi. Bu yerda 850 ming mo terilg'u yer bor bo'lib, mamlakat bo'yicha a'lo sifatli paxta ishlab chiqarish bazasi hisoblanadi. Mahsulot miqdori jihatdan mamlakat bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Bu yerda necha 100 mo, hatto necha ming mo terilg'u yer o'ddiga elib teriqchilik qiladiganlar nihoyatda ko'p. Ular yerga to'kkan ajr mehnatiga yarasha bayoshat turmush kechira oladi. Suv bo'yida o'ltiraqlashganlar suvning sharofatidan baxt tuyg'usiga cho'madi. Yana suvning barakatidan shodlik, salqinlik va pokizlik his qiladi. Mo'l hosil shodligiga cho'madi. Yaqinqi yillardan buyon dehqonlarga naf yetkazish siyosatlarining amaliylashishiga ergishib, dehqonlar ajrga loyiq hosilga erisha oladigan bo'ldi. Hamma odam holliq turmush kechirish, baxtli yashash istigida aldirash yurishadigan bo'ldi. Daryo suvi va yer kishilarning turmushida kam bo'lsa bo'lmaydi. Emgak va aql farosat avloddan avlodga davomlashib kelgan beyish yo'li. Bola chaqalari ko'p. 68 yoshlik Mamtimin Mahmud hozirmi emgak qilishni yaxshi ko'radi. Bo'libmi yog'ochchilikqa oid ishlar bo'lsa, u boshqacha ruhlanib ketadi. Bu yil uning kevazligida oz degandimi 50 odam paxta teriydi. Xotanning Qarqash nahiyasidan keladigan paxta targuvchilarga uy hozirlab qo'yish uchun Mamtimin va uning 2 shogirdi bu bir qancha kunda boshqacha aldirash bo'lib ketdi. Paxta teriydigan mazgil kelganda kechikda ishkiridan
va Şinjanның boshqa joylaridan kelgan paxta targuvchilar ko'payib, bu yer avatlashib ketadi. Mamtimin Mahmudning inisi Osman Mahmud kechik kemisini haydashga mas'ul. Kechikning xizmati odamdan ayrilolmaydi. Bu xizmat qaramoqqa oddiy bo'lsa-mu, ammo intayin muhim. Qisqagina necha minutda kechik kemisini haydagandan boshqa yana kemadagi avtomobil va odamlarning bexatarligiga har vaqt diqqat qilishga to'g'ri keladi. Kema haydamagan chaqlarda Osman Mahmud yana boshqa ishlar bilan aldirash bo'ladi. U yosh vaqtlarida qo'li chaqqan tikkuchi bo'lib, atrofdagi yurtdoshlarning kiyimlari asosan uning qo'lidan chiqqan. Biroq hozir o'zining kiyimini setib oladi. Kiyim tikish mashinasi bilan paxta targuvchilar ishlatadigan xalta tikish uningga oz to'la bo'lsa-mu, ayni chog'larni eslatadi. Yo'g'an bir parcha to'mirni suvda laylatish ham uning ustiga 70-80 tonna ig'ir yukni besish uchun fizika va matematika jihatdan inchga hisoblashga to'g'ri keladi. Sistemalik tarbiya ko'rmagan bir kishiga nisbatan aytganda, texmi oson emas. Yasinning ishonchisi dadasining qo'llashi va rag'batlantirishidan kelgan. Uning loyihasimi daryoda 40 yil yurgan koni kemini asos qilgan. Ilgirgi koni kemining materialiga to'mirdan boshqa yana yog'och ishlatilgan edi. Yangi kemini yasashga butunlay to'mir ishlatdi. Hozir eng aldirash mazgil. Yasinning ayoli va yangisi har kuni 20 odamga tomoq etadi. Bu cho'ng oilada hammaylar oilaning ishlari uchun kuch chiqaradi. Hammaylar aldirashchilik ichida xushal-xuram yashaydi. Yangi kema yana yarim oydan keyin suvga tushiriladi. Uning yuk ko'tarishchanligi koni kemaning 10 hassiga teng. Albatta, bu texmi ko'p boyliqdan derak beradi. Hukumat 3 yildan keyin bu yerga bir ko'rik selishni planladi. Tarim yersidagi bu kechikmo kishilarning mangulik aslimasiga aylanadi. Biroq bu yerda qatnaydigan ashu kishilarga nisbatan bu yerda o'z baxtiga intilgan, ilgari tonish bo'lgan ashu chiroylarni, o'rkashligan yillarda qoldirgan cho'nqur iznalarni hargiz unutib qolmaydi. Ata Qaynoq yillar nomli 5 qismlik chatma filmning 3-qismini ko'rgaysizlar. Haqiqiy xotirlarda haqiqiy dunyo namoyon qilinadi. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, programmamizni ko'rganingizga rahmat. Kelarki sonda ko'rishaylik. Xayr xo'sh.